yoshlikdan niyat qilardik. Inshaalloh katta bo'lganimizda o'zimizda alohida kompaniyamiz bo'ladi. Xudo xolasa, endi inshaalloh Malayziyada Twin Towers bor-ku, shunga o'xshab bizning ikkita bir xil katta kompaniyamiz bo'ladi. Hozircha o'zimizda shinamgina ofisimiz bor. Keyinchalik kengaytirib olamiz. Mistyuz Agency sizlarga ham Koreyaga bormoqchi bo'lgan orzuyinglarni ro'yobga chiqishga yordam beradi. Hozircha 3 kun undan oltigacha ofisda bo'lamiz. Bemalol kelib, o'zimizdan shaxsan o'zimizdan konsultatsiya olishingiz mumkin. Yana mana bugun ertalabdan biz kelishimizdan oldin shuncha odam kutib turishgan ekan, kelishdi, maslahat olishdi, undan keyin so'rashyapti-da, uydagilarimiz ham birga kelsa bo'ladimi deb. Albatta, ota-onalar bilan birga kelib, bizani shu maslahat olib ketishingiz mumkin. Bemalol 3 kun ofisda bo'lamiz. Eng zo'ri ofisdagi manzarani qaranglar. Osmon chiroyliligini